Ey Allah, biz sana iman keltirdik, sana tevekkül kıldık, sana yalvardık, sana iltica kıldık, sana telmirdik, sendilla ümit küttük. Bilip bilmey sadir kılgan günahlarımızga tövbe kıldık. Bizlerini ebedi hak yolda adakça, sabatlık ve barqarar turuşqa nasip kılgın. Bizlerge dost düşmanını ayrıydıgan sap iman ata kılgın. Bizlerini muhabbet nefreti enik bulgan sağlam vicdan egilerden kılgın. Hörlük üçün küreş kılıdıgan cesaret ve irade baxş kılgın. İlaha Parvardigara, bizlerge zulüm salgan ve selavatkan, bizlerini xurlagan ve xurlavatkan, haqlarimizga tajavuz qilgan va qilayotgan zolimlarni, seni tonimaydigan, ulug'liqingni e'tirof qilmaydigan kafir tajovuzchilarni, bizlarga turli suiqasdlarni planlagan va planlayotgan dushmanlarimizni yer bilan yakson qilib o'tgan. Ularning diyorlarini xon vayron qilib o'tgan, shaharlarini kumpay-kum qilib o'tgan. Ularni va gumashtilarni yetti qat qora yerga o'tkazib o'tgan. Bir yutum suvga zor va xor holda o'z axlatlarga g'arq qilib o'tgan. Ularni o'zaro bir-birining qo'lida qirib tugitib o'tgan. Ulardan va gumashtilardan birini qo'ymagan. Ey qahhar, dushmanlarimizga qahringni, qudratingni ko'rsatib qo'ygin. Ulardan biz ololmagan intiqomimizni, o'chimizni o'zing ilib bergin. Ey Rahman, ey Rahim, bizdek ojiz, bichora bandalaringga rahim qilgin. Sen rahim qilguvchilarning eng rahimliksan. Kafirlarning qo'lida ingravatgan, organlari sug'urib ilinayotgan, o'chqa yepiq turmalarda xo'rlanayotgan ota-onalarimizga, hibbatlari dafsanda qilinayotgan xotin-qizlarimizga, ojiz singllarimizga, qo'rqinch va xoruzarlikda yashayotgan farzandlarimizga, yetim nesirlarga, tullarga sen ega chiqqin. Ularni hech kim ko'rmaydigan, hech kim taqobil turolmaydigan qo'shinlaring bilan qovdig'in. Sen qovdig'uvchilarning eng yaxshisisan. Dushmanning qiyin qistoqlarga bardoshlik berolmagan, dushmanning qo'lida o'ldirilgan barliq qarindoshlarimizga, ustozlarimizga shahidlik maqomi ato qilgin. Ularni va bizlarni qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning la ilaha illalloh degan bayroq ostida anbiya payg'ambarlar, shahidlar, siddiqlar va solihlar bilan jam qilgin. Qusurlarimizni, savalliklarimizni, xatoliklarimizni, gunohlarimizni afv qilib o'tgin. Bizlarni sarsalliqdan qutqizib qo'ygin. Bizga sen ato qilgan ona vatanimizga aziz va mukarram holatda qaytishni, beshimizni ko'tarib hur yashashni nasib va muyassar qilgin. Mu'minlarga nusrat ato qilgin. Diningni va so'zingni ustun qilgin. Diyorimizda islom chiriqini o'chirib qo'ymagin. Islom bayrog'ini mangu lapildatgin. Sen hammaga qodir zotsan. Bizlarni to'g'ri yo'lda manishga nasib qilgin. Haramdan yiroq qilgin. Bizga va farzandlarimizga hidoyat, tavfiq, insof va sharmi hayo ato qilgin. Bizlarni to'g'ri yo'lda mangadigan, boshqalarni to'g'ri